Sizlar bilan Telesaytor iPhone 4 kanali. Biz bugungi videoda mana bu yerdan kelgan yangi Sabitiyada tarkib tuzib ko'ramiz. Xo'p, ochishda men ochib qo'yibman, video yozilmay qolibdi va boshidan boshlayveramiz. Xo'p, qaysi taktika ko'proq, mening taktikam yaqinroq taktika. 4-3-1-2 menga qulayroq nisbatan. Ko'ramiz. Yamal. Hop, Yamalni olamiz. Kontrol 97. Bu yerda darvozabon unchalik katta ahamiyatga emas. Villerni olaveramiz. Buning oddiy kartasi ham, pushti kartasi ham bor menda. Guardiola va Saliba chiqmoqda. Shubhasiz Salibani tanlaymiz. Hop. Shu yerda bir reklama ko'rib olamiz. Xavfsiz mag'lub bo'lmaydi. Tezliklari anchagina past. Katta reklama ko'rib olamiz. Hop, Dias Timber. Dias yoki Timber, qaysi biri? Diasning tezliklari pastroq. Timberni qanotga qo'yaveramiz. Shunga Timberni olaveramiz yoki-da Timberni tanlayveramiz baribir. Mana Diasni tanlasam bo'larkan. Hozir Hakimiy chiqib qoldi. Men qanotga markazga yaxshiroq chiqsa kerak degandim. Boshdan boshlasak, mayli, Hakimiyni qo'yaveramiz, markazga boshqa chiqar. Va Reyes, Deklan, shubhasiz. Pedri va Gumaryash. Newcastle futbolchisi, shubhasiz Pedri. Ajoyib tarkib bo'lmoqda. Birgina reklama ko'rdik demoqchi edim. Yana bir reklamaga yuzlanamiz. Hop, reklamani ko'rib oldik va ajoyib. Kamdan kam uchraydigan holat, faqat 82 lar. Juda ham ajoyib holat bo'ldi bu yerda. Xo'p, Trent ham bo'laveradi, chunki markaz u ko'proq himoyachidan o'sha yarim himoyachiga yaqinroq. Bu yerda men McTominay ham, Tonali hammasi yaxshi variant. Hammasi yaxshi variant. Birgina Jaka. Xo'p, Zupimendi. Xo'p, men hozir Trent yoki Tonali ikkalasidan birini tanlamoqchiman. Xo'p, kimni tanlasam bo'ladi? Mayli. Xo'p, Trentni tanlayveramiz, baribir ortdan pas berish anchagina yaxshi. Va Rodrigo, ko'pchilikning rahmi kelyapti bu yerda, shubhasiz emas-ku, lekin bunday tarkiblarda tezlik ko'p narsani hal qilishi uchun Leo. Bu yo'g'iga tarkib haqiqatan ham super bo'ldi. Birgina shu darvozabonga mana zaxirada sariq darvozabon chiqsa yaxshi bo'lardi. Xo'p, Dembele, shubhasiz va Joan Garcia. Olaveramiz, bu yerda reklama ko'rib o'tirish ortiqcha hojat yo'q. Van de Ven. Mike Van de Ven, men buni 81ligida olib 92 qilganman, plus 11 kuchaygan. Shu yerdachi Van Bissaka bitta reklama ko'rib yuboraylikchi, nima bo'lar ekan. Xo'p, ko'rib oldik. Lekin baribir ham yaxshi futbolchilar chiqmadi, lekin nisbatan yaxshilar chiqdi. Pushti kartalik kelgan futbolchi Borussia Dortmund futbolchisi Julian Reyerson yoki Naif Aguert. Bu ham bir paytlar sariq karta bo'lgan Aguert. Xo'p, kimni tanlaymiz? Xo'p, Aguertni tanlayveramiz baribir. Yaxshiroq Trossard. Boshqa variant Depaul bo'lmaydi, Zendestri bo'lmaydi. Trossard ekan. Bu yog'i kashi bo'lib ketdi-ku. Palacios yoki-da yo'q. Palacios eng yaxshi variant ekan. Gonsalves, Veduki, Takefuso hali ham yaxshi kartada ekan. Pepe. Yo'q, baribir Gonsalves darajasi yaxshiroq. Bu yerda Bowen, Dobik
yoki da Budimirning ancha tezliklari past. Aubameyang yoki Bowen. Aubameyangni olaveramiz baribir. Straykerlik ham kuchliroq. Zaxiradan tushib tezligida hal qilishi mumkin baribir. Oxirgi futbolchimiz Kasha-ku bu yo'q ham. Kim bor? Simeone o'g'li Simeone. El Kebri u Unai Emery 77-76 hammasi. Xo'p. Julian Simeone yoki da Nick Woltemade Neres. Tak. Shu David Neres ko'zimga yaxshiroq ko'rinmoqda. Shuni olaveramiz. O'zini tanimadim-ku. 83 ballik tarkib yig'a oldik. Va konferimni bosam, shu bilan Sabitani yuta olaman deb o'ylayman. Nima bu? Xo'p. Best time'ni bosaylikchi qanday tarkib bo'lar ekan? Timber bu yoqda. Farqi yo'q. Boshqa o'yinlarda eFootball yoki FIFAlarda mana shunday o'zining pozitsiyasida o'ynamasa darajasi ancha tushib ketadi. DLC'da esa bunday holat emas, darajasini saqlab qoladi. Xo'p, shu sababli bu yerda tarkib juda ham super holatda bo'ldi. Trend himoyachi bo'lishiga qaramasdan taktikasi ko'proq yana himoyachilarnikidan yaxshiroq. Shu sabab men Trendni tanladim boya. Xo'p, zaxiramiz zo'r emas-ku, lekin asosiy tarkibni o'zi hal qilib tashlaydi bu yerda. Yamal bundoq qilib olsak ham bo'laveradi yoki-da Pedrini ortga chiqarib bu yerga boshqa futbolchi qo'ysak ham bo'laveradi. Xo'p. Xullas bu bilan Sabitani yuta olaman men. Xo'p, Sabitiyada final o'yinini qo'ysam bo'laveradi, lekin bugungi videomiz shulardan iborat edi. Birgina like tekin, birgina obuna ham tekin. Siz shundan bosib keting va men birgina obuna uchun qanchalik xursand bo'lishimni o'zim bilaman xolos. Shunga birgina obuna hammasi bu yog'iga cho'tki jigarlar. Shunga obuna, like, kommentga xohlagan gapingizni yozib qo'ying. Bu videomiz rekomendatsiyaga chiqishi uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.